27-iyun Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazida jurnalist va blogerlar uchun press tur va matbuot anjumani tashkil etildi. Tadbir davomida qalam ahliga markazning tarixi, faoliyat yo'nalishlari, so'nggi islohotlar va xalqaro hamkorlikdagi yangi loyihalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Mana bu yangi laboratoriya uskunalari Markaziy Osiyoda yagona bo'lsa kerak. Hali bunday uskunalar hali keltirilmaganda, buni afzallik tomonlari bu o'sha xalqaro talablarga mos keladigan standartdagi mahsulotlarni sertifikatlab beradi va ular hech qanday to'siqlarsiz chet ellarga jo'natiladi. Jumladan o'sha Yevropa davlatlariga, Markaziy Osiyo davlatlariga jo'natiladi. Qolganini mana Qanatbek mana shu laboratoriya mudiri gapirib beradi. ATAP International Services kompaniyasi bu O'zbekistonda, ya'ni Markaziy Osiyoda yagona laboratoriya. Bu so'nggi o'sha uskunalar hisoblanadi. Bu hozir misol uchun bunisi LCMS, GCMS, GCFID shunaqa nomlanadigan uskunalar mavjud. Bular pestisidlarni, proteinlarni, vitaminlarni, har xil o'sha mikroelementlarni tekshirish qobiliyatiga ega. Demak, bu yerdan sertifikat olgandan keyin chegaradan yo'q, biza xalqaro sertifikatsiyadan akkreditatsiyadan o'tganmiz. 100% u taraflarga ishonsanglar bo'ladi. U tomonda muammo bo'lmaydi. Yana bitta bizada plyus tomonlarimiz, biz so'nggi yuqorida aytganimdek so'nggi uskunalardan foydalanamiz. O'sha Yevropadan, AQShdan olib kelingan uskunalar. Ular bitta misol uchun mana bu oqsilni tekshirish uchun 10 daqiqa yetarli. Misol uchun 10 daqiqada mahsulotda qancha oqsil borligini aniqlab bera oladi. Ish boshlanganiga 6 oy bo'lgan bo'lsa, misol uchun 5-6 milliard so'mlik уже qildik. Mahsulotlar sertifikatlashtirildi. Va ilgarilari yana bitta narsaga e'tibor qaratgan bo'lardim. Ilgarilari mana shu sertifikatni olish uchun chetga borib kelishga to'g'ri kelgan ekan tadbirkorlarimiz. Demak, ularning ham mushkuli ancha oson bo'ldi. Ancha osonlashdi. Hozir unaqa muammolar bo'lmaydi. Ancha vaqt, odamlar o'sha mablag' tomonlama ham, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash tomonlama ancha hozir yaxshi. Demak, yo'llarimiz to'liq ochilgan. Yo'llar ochilgan. Qishloq xo'jalik sohasidagi ilmiy tadqiqot faoliyati O'zbekistonda 1957-yilda tashkil etilgan Qishloq xo'jalik fanlari akademiyasidan boshlangan edi. Keyingi yillarda u bir necha bor qayta tashkil qilingan va turli shakllarda ish olib borgan. 2018-2019 yillardagi islohotlar davomida markaz Fanlar akademiyasi, keyinchalik esa Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimiga o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorga muvofiq Qishloq xo'jaligida bilim va innovatsiyalar milliy markazi tashkil etildi. Hozirgi kunda uning tarkibida 19 ta ilmiy tadqiqot instituti, qishloq xo'jaligi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, 3 ta sohaviy markaz hamda Ummon sultonligi bilan hamkorlikdagi xalqaro sertifikatlash laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda. Mana bu smart issiqxona mana shu milliy markaz qoshida tashkil etilgan. Bu yerda qulupnayning mahalliy navi, ya'ni shu yerda o'zida yaratilgan navi parvarish qilinar ekan e'tiborli tomoni. Va u demak yil 12 oy hosil beradi. Shundaymi? Sherzod aka bo'lib qolganini o'zlari tanishtirib beradilar. Sherzod aka, bu qanday nav? Bu tong ifori degan navimiz. Tong ifori o'zimizda mahalliylashtirilgan nav. Hozirda eksportbop, mevasi shirin, juda yaxshi, nima deydi? Xaridorgir. Xaridorgir, bozorgir, rangi chiroyli, ta'mi yaxshi. Endi bu qachondan boshlab pishib boshlaydi? Bu aslida o'zi avgust-sentyabr oyida ekilib ko'chat. Oktyabr, noyabr oyida, noyabrda boshidan pishib yetiladi. Noyabr, dekabr oylarida qishki mavsumda sotuvga chiqiladi. Hozir ko'chat qilinyaptimi? Hozir tanopidan ko'chat qilinyapti. Shuning uchun balandga ko'tarib qo'yib, tanopini oziqlantirish davom etyapti. Bu qachon ekiladi keyin? Bu sentyabr oyida ekiladi. Sentyabrda boshida ekilib boshlanadi. Demak, mana shu bitta ko'chatdan 800 gram, bir dona ko'chatdan 400 gramdan 800 gramgacha hosil olinadi. Bu aqlli degani sababi nima bu issiqxonani? Aqlli degani sababi bu issiqxona avtomatlashtirilgan, o'zini o'zi boshqaradi.
boshida bizlar o'sha o'g'itini, suvini me'yor bo'yicha vaqtiga qancha vaqtda qancha litr ketadi o'shangacha belgilab qo'yamiz. Ozuqalarni o'sha o'zini ABC bochkalari bor, bochkalarga solgandan keyin o'zi o'sha avtomatlashtirilgan vaqt ichida o'zini o'zi oziqlantirib, o'zini o'zi sug'oradi. Endi hozir bu yerda necha sotik? Bu yerda общий maydon 15 sotik, 12 sotik maydonda 10 ming dona qulupnay bor. Hamma o'sha issiqxonaga ketadigan asbob anjomlar bu yerda sex bor, o'zida ishlab chiqariladi. Lekin bu hozir birinchi dastlabki qurilgani koreyaliklar tomonidan qurib, bitkazib bizga topshirilgan. Xolis topshirib ketdi. Hozircha. Endi o'sha sexda ishlab chiqarish davom etadi. Issiqxona loyiha doirasida 5 yillik 5 ta viloyatga mo'ljallangan. Birinchisi Samarqandda qurildi, ikkinchisi Toshkentda qurildi, uchinchisi hozirgi kunda Xorazmda qurilyapti. To'rtinchisi Buxoro, beshinchisi Farg'onada quriladi. 5 yillik loyiha. 5 ta viloyatda 5 ta aqlli issiqxona o'sha hammaga ko'rgazma bo'lish uchun, o'rganish uchun qurilib bitkazib topshiriladi. Keyin nechta ishchi ishlatadi mana shuncha joy hozir? Bu yerda boshqaruvda masalan bitta ishchi bo'lsa, ichida kunlikcha ham ishlatish mumkin mavsum davomida. Issiqlik temperatura ko'mirni yoki issiqlik tizimini ishga tushirish uchun bir kishi bo'lsa, ichkarida 2 kishi, общий 4 kishi bemalol oila ishlatsa bo'ladi. Bo'ladi, ana shunday. Markaz xalqaro miqyosda ham faol hamkorlik qilib kelmoqda. Xususan Koreya Respublikasi hukumati ko'magida 2022-2026 yillar davomida Toshkent viloyatida jami 21.4 million AQSh dollarlik 3 ta yirik loyiha amalga oshirilyapti. Jumladan meva sabzavotchilikda ilg'or texnologiyalar o'quv markazi 3.7 million dollar, aqlli qishloq xo'jaligi sanoat texnologiyalari innovatsion markazi 14 million dollar, zamonaviy ko'chatchilik markazi 3.7 million dollarlik loyihalar. Demak, asosiy maqsad ilm, ishlab chiqarish, ta'lim integratsiyasini ta'minlash, qishloq xo'jaligidagi innovatsiyalarni joriy qilish, agrar sohadagi ilg'or ishlanmalarni targ'ibot qilish va qishloq xo'jaligida zamonaviy agrar xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan. Bu bilasizlar, hozirgi kunda global iqlim o'zgarishi sharoitida demak qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan yuqori hosil olish, aholini oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mamlakatning eksport salohiyatini oshirishda qishloq xo'jaligida zamonaviy ilg'or innovatsion agrotexnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun bu markaz tizimida bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy tadqiqot institutlari ushbu muammolarni yechimiga qaratilgan, ilg'or rivojlangan davlatlarda foydalanib kelayotgan yangi texnologiyalar bilan bir qatorda o'zimizni mahalliy sharoitdan kelib chiqib ushbu muammolarni yechimiga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirib kelishmoqda. Ushbu loyihalar doirasida o'quv markazlari va namunaviy xo'jaliklar tashkil etildi. 5 ta hududda tajriba issiqxonalari qurilishi, IT va agrotexnologiyalar bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, dasturiy ta'minotlar yaratish hamda 60 nafar mutaxassis va magistrlarni Koreyaga malaka oshirishga yuborish ishlari olib borilmoqda. Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikda qishloq xo'jaligida yuqori texnologiyalar agrotexnoparki loyihasi amalga oshirilyapti. Ushbu agrotexnopark nafaqat ko'rgazma maydoni, balki doimiy ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan, eksportga yo'naltirilgan zamonaviy sanoat majmuasi hamdir. So'nggi yillarda markaz tizimida qishloq xo'jaligining turli tarmoqlarida 200 ga yaqin yangi navlar yaratilgan va ulardan 100 dan ortig'i davlat reyestriga kiritilgan. Paxtachilik, g'allachilik, sholichilik, bog'dorchilik va sabzavotchilikda zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Press tur davomida jurnalistlar mazkur markaz misolida yurtimizda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar haqida yaxlit tasavvurga ega bo'ldilar.